Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan 3-amaliy mashg'ulotimiz, ya'ni Checheniya ruschasiga aytganda Checheniya, inglizchasiga aytganda draw, o'zbekchasiga aytganda esa chizish paneli buyruqlari bilan tanishib o'tamiz. Demak, bizda e, o'tgan darslarimizda aytib o'tgan edik, ya'ni command line orqali ham kiritishimiz mumkin va mana bu joy orqali ham o'zining tugmachasi orqali ham sichqonchani bilan kiritish orqali faollashtirishimiz mumkin. Demak, birinchi navbatda eng ko'p foydalanilganlaridan boshlaymiz. Demak, line bu rasmidan ma'lum, mana to'g'ri chiziq, ya'ni to'g'ri chiziq kesmasi deb atasak to'g'ri bo'ladi. Bilamizki, texnika, muhandislik fanlarida bu narsalar juda aniqlik bilan aytib o'tilgan, ya'ni eng kichik geometrik figura sifatida nuqta mana shu o'rtada yoki chetda yoki boshlang'ich nuqtasidagi nuqta tanlangan bo'lsa, ikkinchi navbatda esa to'g'ri chiziq va uchinchi tekislik va turli xil geometrik figuralar qabul qilingan, ya'ni eng kichik geometrik figura sifatida nuqta qabul qilingan. Hop. To'g'ri chiziq kesmasi bu ikkita xos nuqtasiga ega va boshlanish va tugash nuqtalariga ega. To'g'ri chiziq deganda esa biz uni cheksiz, ya'ni xosmas bilamizki 8ni gorizontal yotiq holatidagi, ya'ni cheksiz nuqtasiga ega deb qabul qilingan. Demak, birinchi bu to'g'ri chiziq kesmasi, bu polyline bilan line'ni bir-biriga juda yaqin. Bularni faollashtirish uchun sichqonchani chap tugmasini bir marta bosib qo'yib yuboramiz va ekranimizning interfeysimizning chizish maydoniga olib kelamiz. Mana hozir sichqonchani chap tugmasini bir marta bosib qo'yib yubordim va birinchi nuqtasini kiritdim va ikkinchi nuqtasini kiritaman. Yoki xohlasak o'zimiz xohlagan nuqtaga qo'yamiz yoki o'lcham bo'yicha kiritsak ham bo'ladi. Masalan, 60 millimetr qilib kiritamiz. Ko'rib turibmizki, juda kichkina ekan. Yaqinlashtiramiz. Yaqinlashtirish uchun sichqonchaning ustidagi g'ildiragini o'zimizga yoki o'zimizdan tashqi tomonga g'ildiratib foydalanamiz. Demak, o'sha g'ildirakni ustidan bir marta bosib, chap, o'ng, tepa va pastga surishimiz mumkin. Ya'ni detallarini katta, kichiklashtirib, ularni har xil ishlovlar berish paytida foydalansak juda ham foydali. Demak, birinchi navbatda line bilan o'zi e'tibor bergan bo'lsangiz, dasturni o'zi juda ham yaxshi, ya'ni foydalanuvchiga qulay qilib yaratilgan. Masalan, 30 daraja, 0 daraja, 60 darajada o'zi avtomatik tarzda mana yashil chiziqlar ketma-ket joylashganini ko'rib turibsiz. Bu foydalanuvchiga juda katta yordam beradi. Demak, biz hozir sizlar bilan ixtiyoriy bir to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz. Birinchisini line'da chizdik, ikkinchisini polyline'da chizdik. Mana shuni burchagiga olib kelib, shuni to'g'risidan davom etsak, shu ya'ni bizda obyektlarni bir-biriga bog'lanish snap settings ishlatish orqali hozir sizlar bilan mana shu to'g'ri to'rtburchakni chizib oldik. Demak, birinchi line bilan chizilgan to'g'ri geometrik figura deb ataymiz buni. Endi geometrik obyektimizga qarasak, mana sichqonchani chap tugmasi yoki bo'lmasam o'ng chap tugmasini bosib bir marta qo'yib yuborib, tepaga siljitish orqali
Mana tanlaganda faqat bir tomon tanlanyapti. Buni bemalol o'chirib tashlasak bo'ladi bir tomonini. Lekin buni tanlagan vaqtimizda hammasi bitta obyekt sifatida qabul qilinyapti. Shunga e'tiborli bo'ling, talabalar. Ya'ni chizma chizgan paytimizda mana shu e, detal chizamizmi yoki boshqa bir chizma chizgan paytimizda line va polyline'larni o'zini kerakli joylarda ishlatish kerak. Buning uchun albatta ko'proq chizib mashq qilish kerak. Xo'p, demak, keyingi geometrik figuramiz bu aylana. Aylana mana bu yerda aylanani turlari ko'p. Center radius deb qo'yibdi, center diameter. Ikki nuqta orqali, 3 nuqta orqali ikkita obyektga tegintirib, uchinchi radius belgilash orqali va 3 ta teginish orqali 3 ta obyektga tekkizib aylana chizish. Demak, birinchi markazni aylanani faollashtirib oldik. Bir marta sichqonchaning chap tugmasini bosib, endi birinchi nuqtasini kiritamiz, ya'ni markaz nuqtasini kiritdik va endi radiusini kiritamiz. 50 masalan. Ko'rib turibmizki, bizga 100 millimetr diametrdagi aylana chizib berdi. Mana radius 50. Hop. Demak, tushunarli. Center diameter birinchi markazini kiritamiz va 100 deb yozamiz. Ko'rib turibsizki, ikkitasi bir-biri bilan teng. Ya'ni buni diametr orqali kiritdik, buni radius orqali kiritdik. Ikki nuqta orqali ham shu ikki nuqtani orasiga aylana yoyib chizishimiz mumkin. Aylana 3 nuqta orqali bularni endi o'zlarimiz chizib mashq qilamiz. Demak, bu yoy chizishni ham turli xil uslublari mavjud. Mana faollashtirdik. Birinchi nuqtasi, ikkinchi nuqtasi va ko'rib turibsizki, mana har xil mana buni bunday har xil shakllarda qilsak bo'ladi. Demak, 3 nuqta orqali boshlang'ich nuqta markaz, tugash nuqtasi, start center angle, start center length, ya'ni uzunligi, yoyni uzunligi, yoyni burchagi. Mana bu yerda birinchi boshlang'ich nuqtasi, tugash nuqtasi va burchagini kiritish ham mumkin ekan. Turli xil uslublarda mavjud. Bularni hammasi mustaqil tarzda chizib ko'rish tavsiya qilaman. Rectangle. To'g'ri burchakli to'rt burchak. 20. Poligon. Poligon bu ko'p burchak. Ya'ni poligonni tanlab hozir sizlar bilan bir nechta obyekt chizib ko'ramiz. Ya'ni 3, ya'ni mana bu yerda enter number of sides, ya'ni tomonlarni kiriting, raqamini kiriting demoqda. 3 dedim va enter tugmasini bosdim. Endi bizdan poligon, ya'ni ko'p burchakning markazini belgilashni so'ramoqda. Markazini belgiladik. Endi inscribe it in circle, circumscribe about circle, ya'ni ichki va tashqi, ya'ni aylanaga nisbatan ichki va tashqi ko'p burchak chizishimiz mumkin.